Demak, endi davom qildiramiz. A ga son beramiz, ya'ni 5 deb. Albatta nuqta virgulni oxirida esdan chiqarmaymiz. Keyin A ni plus bittaga oshiramiz. Keyin A ni yana A'dan keyin olib qo'yamiz. Printf deb A ni e'lon qilamiz. Endi o'ylab ko'ringlar, rang qilsam nechi chiqadi? Pauza qilib o'ylab ko'rishinglar mumkin. Foizda orqali e'lon qilib A deb berib qo'yamiz. Int bo'lgani uchun foiz D bo'ldi. Endi rang qilsam albatta 5 chiqadi. Rang qilyapmiz. Ko'rishingiz mumkin. Besh chiqadi. Sababi bir marta qo'shib, keyin yana bir marta olib qo'yayotgani uchun bu joyda javobi 5 chiqib turibdi. Agarda minusini olib tashlab faqat plyusni qoldirsam, mana 6 chiqib turibdi, ko'rib turganingizdek. Endi men bu minusini o'chirib tashlayman. Keyin bu yog'ida ham bittaga oshirib qo'ysam, endi necha chiqadi deb o'ylaysizlar? Pauza qilib o'ylab ko'rishinglar mumkin. Rang qilyapman. Albatta yana 6 chiqadi. Sababi o'sha ekranga e'lon qilib bo'lgandan keyin oshirilib turibdi. Buni o'sha dastur o'qimaydi.